oldingi ish joyingizdan tavsiyanoma olib kelsangiz, shunga qarab sizni ishga olmasligimiz hal bo'ladi. Tavsiyanoma? Albatta tavsiyanoma. Lekin menda hech qanday tavsiyanoma yo'q. Unda ish ham yo'q. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi 106-moddasiga muvofiq ishga kirmoqchi bo'lgan xodimlardan talab qilinadigan hujjatlar ro'yxati berilgan. Ushbu ro'yxatda tavsiyanoma yo'q. Ya'ni agar qaysidir ish beruvchi sizdan tavsiyanoma so'rasa, bu noqonuniy va ushbu holat bo'yicha bemalol Adliya vazirligi, mehnat inspeksiyalariga murojaat qilishingiz mumkin. Yana shuni qo'shimcha qilmoqchimanki, agar sizda qaysidir mutaxassisligi bor va o'zingiz mutaxassisligingizga va o'zingiz xohlagan oylikli ishga kirmoqchi bo'lib yuribsiz, bunda tashkilot yurgandan ko'ra Argos.uz saytiga murojaat qiling. Ushbu saytda mutaxassisliklar, lavozimlar va tashkilotlar o'ziga kerak bo'lgan xodimlar ro'yxatini berib qo'ygan. O'z rezyumengizni joylashtirasiz va sizga aloqaga chiqishadi. Agar tanishlaringiz orasida ish qidirib yurganlar bo'lsa, bu videoni ushbu tanishlaringizga jo'natib qo'ying.